Faqat ko'rinsin. Ya deyman endi menga. 7 tonna 600 shunday aynalyapti-da. Qarang, bor aka, qo'ying endi bir 5-10 ta tarz bilan yo'siz ona bo'lmaydi. Dehqonchilik xayr barakasi bilan bo'lsin. Qo'ying qani yengil qilib bering qani. 8 bo'lsa 24 bo'ladi. Shunday 24. Xayr barakasi bilan qilib bering endi. 5 ta tarz so'radi sizdan. Va men aytganim bo'lsin endi mayli. Siz aytganingiz yengil barakasi akajonim. Jonim akam, siz aytganingiz bo'ldi. Hech kami bo'lmadi akajonim. Qo'ying endi. Baraka dam bering da sug'aring. Bosaylik endi. Xursand bo'ling. Suv ham bor. Suvga ek qo'yib qo'yapti. Bizga sovuq oldimiz. Bandamiz Yengil barakasi. Alagam qilib oldi. Mana, lekin Instagramga chiqadi. 12 5%. 11 5%. Baraka bering. Yo'limi qor aka. Dehqon Qor aka. Yengil beringda. 4% qilamiz, jup bo'la olmaysiz. Sizlar degan emas, meniki. Lekin meni aytganim bo'lmadi. Faqat sizlar. Bosing bo'ldi, 1% esa Bo'ldi. Ya zakilatda bir 5000 dollar beringlar. Zakalat bering. Instagramga qo'yamiz. Mana dehqonimiz Qori bobomiz. Tarvuzlari chiqyapti, xudo xolasa. Tang ro'molim Mana klient bobomiz. Zakalat berilyapti, puli yopildi. 4% skirtka bilan kelaverasizlar. 5 million bermaysizmi? Mana tarvuzlar. Mana arzon kanalda arzon tarvuzlar chiqdi. Mana kelaveringlar, klientlar.